ayoliga berilgan sadaqa qaysi biri afzal deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar. Miskingami, kasalgami, falonchigami, ayoligami degan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Kimlar aytib bera olasizlar? Nima uchun ayolga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa? Sababi nimada? Kim biladi? Juda javob chiroylikda buni. Ha, bilasizlarmi? Xizmatingizni qiladi, yaxshi. Farzand tarbiyalaydi, yaxshi. Bu emas. Yaqin, o'sha zaifa degani yaqin. Nimaga ayolga ehson qilamiz? Miskinda aytmayapti, falonchini, pistonchini va anta da'al. Sen ayolingga bergan ehsoning eng zo'ri dedi. Sabab borda? Labbay. Boshqa beradigan odam yo'q. Xuddi shunday. Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi ehsonni? Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi? Tasavvur qiling, meni ayolimga birov ehson qilsa men nima qilaman bordi? Nima deyman men unga? Qo'y shu ishing deyman. Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Har birimizni ayolimizga o'zimizla ehson qila olamiz xolos.